Qulog'ingizni aslo bu holatgacha olib kelmang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir sizlar bilan quloqning zamburug'li, ya'ni otomikoz kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik qanday paydo bo'ladi, bu qanaqa oqibatlarga olib keladi va buni qanday davolash kerakligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik paydo bo'lishi bu tashqi eshituv yo'lidagi gribok hujayralari bilan bog'liq. Bu gribok hujayralari o'sha gigiyenaga amal qilmaslik natijasida kelib chiqadi. Ko'pchilik o'sha qo'li orqali gribok hujayralarini quloq tashqi eshituv yo'liga o'tkazib qo'yadi. Hamda bu gribok hujayralariga nam, o'sha suv tushishi yoki dorilarni noto'g'ri tomizish yoki basseynga cho'milishi oqibatida quloqda suv kirib to'planib qolish natijasida gribok hujayralari ko'payib o'sib ketadi. Bu hujayralar o'sgandan keyin diskomfort keltirib chiqaradi. Ya'ni nima? Og'riq, quloqda qichishish, atiyok, tashqi eshituvning yopilib qolishi, eshitishning pasayishi kabi diskomfort keltirib chiqaradi. Og'ir oqibatlari esa quloq pardasini teshilib qolishigacha ham sabab bo'lishi mumkin. Yuqoridagi holatlar sizni bezovta qiladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz bunga yechim beramiz. Shu va shunga o'xshagan kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.